Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Qo'qondagi agrotexnika do'konimizga 9 ot kuchli motobloklarımizdan kirib keldi. Videoni oxirigacha ko'rsalang, qisqacha ma'lumot berib, narxlarni aytib o'tib ketamiz. Videomiz boshlamasimizdan oldin akalar, videoga bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Qani biz boshladik. Bu motoblogimiz Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan firmalar Rato Tiller, bu degani Kentaur motoblogi. Kentaur motoblogi bilasizlar obunachilarimiz eng original motobloklarimizdan hisoblanadi. Uncha motobloklarga dam beradi akalar. Motorlarga keladigan bo'lsak, motorlar akalar 177 9 ot kuchli bo'ladi. Bloggacha o'yib yozib qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin 2025-yilda traktori. Bunimiz kalitga ham, rushnoyga ham zavod bo'ladi. Statorlari ham o'sha katta statordan qo'yilgan. Boklarga keladigan bo'lsak, boklar 5 litrli katta boklardan qo'yilgan. Rasxodlari ham o'ta oz akalar. 500 gramdan 800 gramgacha soatiga benzin rasxod qiladi. Oldida faralargacha bor, kechasi kunduzi bemalol ishlasalaring bo'laveradi. Filtrlari ham maslinli bo'ladi akalar. 100 gram aptol quyib qo'yiladigan filtrlardan qo'yilgan. Gulishtirlari ham anchagina katta gulishtirdan qo'yilgan. Akkumulyatorlarga keladigan bo'lsa akalar, akkumulyatorlar Damazda akkumulyatordan qo'yilgan, katta akkumulyatordan. Rollar uzun, ertadanki jatga qo'yib o'rim qilsalaring ham bo'laveradi. Sifatlari o'ta ideal holatda ishlangan. Skollarga keladigan bo'lsa akalar, bunimizni skollar tepada qulay joyda joylashgan, mana ishlatishga qulay. Gazlari ham temir holatda bo'ladi akalar. Bunimiz aytib o'tganimizdek, kalitga ham, rushnoyga ham zavod bo'ladi. Bo'ylaringga bemalol bu rolini moslab ishlasalaring bo'laveradi. Temirlari ham o'ta baquvvat holatda ishlangan. Vilkalarni ham ko'rsatib o'tib ketamiz akalar. 177 9 ot kuchli bo'ladi. Karobkalari 17 ot kuchli motoblokni karobkasidan qo'yilgan bo'ladi akalar. Ko'rishingiz mumkin, katta 9 talik karobkasi va 17 talik karobkasi bilan jihozlangan. Orqasida qishloq xo'jaligigacha bor. Qishloq xo'jaligi dori aparat, jatga ulab ishlasalaring bo'laveradi. Balonlarga keladigan bo'lsak, balonlar akalar 512 lik shiroki balonlardan qo'yilgan. Balonlar bemalol yerda 90 gradusga burib ishlasalaring bo'laveradi. Orqada o'qlari ham anchagina baquvvat holatda qo'yilgan. Sifatlari ham o'ta ideal holatda. Firmasi Kentaur akalar, eng original firmaniki. Bunimizni kampligini aytib o'tib ketamiz. Kampligida 5 qatordan 10 qator frezalar bo'ladi. O'sha frezalarni pechati bor akalar, yaxshisidan bo'ladi. Motoblok olishda adashib qolmaysizlar. Pechati bor freza olsalang original bo'ladi. Motoblok olishda adashib qolmaysizlar. Bunimiz eng qiziq joyi akalar, narxiga keladigan bo'lsak, bunimizning narxi 6 million 400 ming so'm akalar. Shu videoga bittadan like bosib, kanalga obuna bo'ldim degan klientlarimizga ham xudo xolasa 50 ming so'mdan chegirmalarni qilib beramiz. Manzilimiz Qo'qonda akalar. Ekrandagi pastdagi nomerlarga telefon qilib bemalol zakaz qilishlaring mumkin. Dastavkalarimiz bor, 12 ta viloyatga kelishilgan holda yetkazdirib beramiz.